AQSh Eron rahbarlari haqida ma'lumot berganlarga $10 million bermoqchi. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna va like tugmasini bosishni unutmang. AQSh Davlat departamenti o'zining Reveals for Justice dasturi orqali Eron Islom Respublikasi rahbariyati va Islom inqilobi qo'riqchilari korpusiga aloqador yuqori martabali rasmiylar haqida ma'lumot bergan shaxslarga $10 million mukofot taklif qildi. Bu haqda Reuters xabar beradi. Taklif $10 million gacha mukofotni o'z ichiga oladi va uni quyidagi shaxslar haqida ishonchli axborot beruvchilar olishi mumkin. Mujtaba Xamanai, Eronning yangi oliy yetakchisi, korpusga bog'liq yuqori lavozimdagi rasmiylar va harbiy yetakchilar. AQSh ma'lumotiga ko'ra, mazkur shaxslar korpus orqali terrorchilik va xavfli faoliyatlarga boshchilik qilgan deb ayblanmoqda. Korpusni AQSh 2019-yildan beri terror tashkiloti deb belgilagan. Mukofot takliflari shu yil davom etayotgan mintaqaviy keskinlik fonida e'lon qilingan. AQSh tomonidan berilgan rasmiy bayonotda aytilishicha, ma'lumot berish sharti mazkur shaxslarning kimligini aniqlash, joyini bilish yoki ularga oid ishonchli axborot taqdim etishdir. Bu taklif faqat AQSh hukumati tomonidan e'lon qilingan rasmiy mukofot bo'lib, boshqa davlatlarga taalluqli emas.